Шинжаң Шахла халқара сауда шеркет тааждарлыгыдагы Тоқтыма тоқти фильмini көрішіңланы қаршы алымыз. Шахла чаш тоқтыры yürüşlük mahsulatları ssenaristlik maz, rejissördek tazgıbı yaman maskelede. Bu filmni tövendeki orlama alaydı qoladı. Qutyar halqara sawda şirketi Qutyar yürüşlük işimlikleri. Ma film hepde birli qism chiqdi. Chiqaverdigan bir Qutyarning zaylayipingiz emas bu. Ro'yab halqara sawda şirketi Ro'yab yürüşlük sog'lomlik mahsulotlari. Sog'lomligimiz eng muhim. Ro'yab hamra erdoyim. Hey, ma ilallah bilallah ma filmning yerim tuyab qoldi. To'xtama to'xti filmimizni To'xtama to'xti saloni. Ham biz bilan hamkorlashgan Suba saloni, Uyg'ur televiziya salonini ko'rasizlar. Yana bizniki Bog'jon saloni, Mayin Shamal saloni, Yumarjon saloni, Muzikatlar saloni, Saxovatchi saloni, Xalqim 3 saloni, Aydara 13 saloni, ham To'rzat saloni qatorliqlar ko'gildi. Undan boshqa yana ko'paytirib ko'rmoqchi bo'lsangiz, Kulkitori, ijodkor ko'ra olasiz. Rahmat. Hamda biz xabarsiz lekin bizning filmimizni tarqitib berayotgan To'rbat salonlarga rahmat deymiz. Har qaysi To'rbat va salonlarning filmni o'z oldiga tarqitishiga ruxsat qilamiz. Hammish arishib boqamsa, hammish quyuq sap boqamsa sen? Ya bak. 15 sekundga qo'yildi. Mamada, qochmaga. Parvish Shahlo Chosh doktorida. Ko'rkam choshlarni texmo asraydi. Mehrli qalblarni bir-biriga bog'lovchi Shahlo Chosh doktori chosh attir javhari. Shahlo. Yaxshimizlar. Men yandim bayan. Shundoq bir hikoyalarning oxirlashishi hamma narsaning oxirlashganligidan derak bermaydi. Ba'zi hikoyalarning oxirlashishi yangi hikoyalarning boshlanishining muqaddimasidir. Nurg'unlagan hikoyalar bir ulug' temadan boshlanadi. U bo'lsa-mu muhabbat. Bu atrofimizda bordek, lekin shunchalik g'oyibona bir narsa. Hammamizni izlashga kuch kiritadi. Mana bu dal mushundoq hikoya. Mana bu bizning bosh personajimiz emas. Mana bu mu emas. Bizning bosh personajimiz mana bu yerda. Uning ismi To'xti. Kichigidan tartib ota-onasining gapidan chiqmaydigan yuvosh bola bo'lib, 29 yoshga kirgan bo'lsa-mu, oralab birlik qitim muhabbatlashib boqqan. Tajribasiz yigit. Opsining kelar yilgacha o'ylanmasang bo'lmaydi degan buyrug'i ostida atrofidagilarning to'xtamay o'rlashtirgan uchirishlar bilan oltirashlab yurdi. Lekin bu uchirishlarning natijasiga kelsak, o'zinglar ko'ringlar. Ayning tomoq yesak bilan. Ay to'xta. Uch. Ay to'xta. O, shunda qilma o. Ay to'xta emasga qotma. Qonma o. Nervo. Ey bu. Hay kız bil ko'nglimni bersan, ham rostdir so'zlarimga ishon. Qilmasman hech kimni sangtan, bir sana ko'yib chin dedi so'yib. Bilolmadim sababi, bilolmadim men. O'tolmadim ko'nglimni, o'tolmadim ham. Hakim ko'nglim o'tolmadim, o'tolmadim. Sade? O. Ma qizmi ketib qoldi? Ketdi shu ilm urib qo'ymoqdi o'zini. Voy, men ishtim qilmadim. Shu paranglashayotgan yomonlabdi. Ketdi-ku. Ay ishtim qilmaysan, ishtim qilmaysan. Mushim ket kuzatib olsa. Sen qachon kelding bu yerga? Yana mening satlashganimni ko'ngil kelsa, ha? Degan gapi o satlashganing ko'ngil kelsa deb. Ha? Ko'ngil keldi. Ya to'xta. Ag'amaldek chiqildingiz, men bildim sen mushtaq qilganligingni.
Hey, kakımam sen? Hey, miyagi. Ammonlar kapsizlar o. Hey. Bu yeni meni ağzını qancha vaqt qochirib qo'ydi deb doğru tikibsizlar, ha? Aşağı qildinglarmi? Nimsachilikka boya haq ko'rsin deydi. Bak eshikdi, Allah'ışkıda yeringlar qattiq qammapti. Sizning o'rningda men bo'lganmasam, men ko'tarmaydim. Ras, eshikdi. Puy. Ras. Ben bu 10 minut doğru tikdim. Sen 5 minut tiktin. 1 minut qo'yilmay qizg'on olsa qo'ydim. To'xtab tur. Sen 10 minut. He? Sen 5 minut. Ma 1 minut unchamsa? Bu Chelsea to'xtining yaqin haqilari Salaydin, Asad va qatorliqlar. Kim qatorliqlar aka? Ma'qul amsa. Qaytadan bir kelaylik. Uning ismi Sodiq. U bir arsistra. Hey. Kim biz arsestralardan buna kimki deydi? Ha? Hey, bizning xizmatimiz var-ku. Nayt ulug'vor xizmat. Biz var-ku, nayt jafoliq ishlaymiz. Uqdingmi? Shunda jafoliq biz odam qutuldirmiz. Kasal davolaymiz. Uqdingmi? Jafoliq ulug' Ish qilib, uning ismi Sodiq. To'xtining oliy maktabdagi birga o'qigan yotoqchi. Bu bolaning shu bir yeri borki, qaranglar mana. Vay xotin. Mamata. Ha. Sata. Bu şu ağılarımı billah şu. Ocho. Hay anladın mı de? Şu ağılarımda hemisi Hemmisini tanıysınız Salaydin. To'xti, anaki Asad. Şunday çizim bilen billah şu. Bak. Yenge. Hemen to'xtay. Xotirjam bo'ling. Vay, hemen Salaydin. Biz bilan billa, ha. Ay canım neymiş kuatsızken kumaysız Ya xotinda şu. Ya qandaysi qizol oldu bu yerda. Asad, maaşın sal qamlashmadi nima? Ma valiqdek kirib ketgan keyin qara. Butun dunyo jim ketib ketdi. His qilmadingmi? Uning ismi Asad. U bir rassom. Rassom degan kasb intoyim muloyim, noit ig'ir bisiq, to'xtamliq bo'ladi. Hamda bu bola Muschiray, Terikak, uning oilasi. Bo'ldi. Dimidim. Eshitdim. Ortiq chiqarlashma. Mening ismim Asad. Bir rassom. Men to'xti bilan bir uyda ijara turman. Xolos. Aşıksı to'xtining og'inisi. Men shu to'xtining sababli ularga alishib qo'ydim. Ularga alashqanmi yo'q deyman. Ben sanatlam suyma. Boshqa ishni bilsanglar bo'ldi. Ishni bilib qolsanglar bo'ldi. To'g'rimi? Yaxtımdı. Aşk chiqarlashma. Bu bolaning og'zi qattiq bo'lgani bilan ko'nglim qattiq dedim-ku. Bu Salaydin. U Sodiq va To'xtining oliy maktabdagi yotoqtishi. Uning dadasi dangliq korxonchi bo'lib, olamdan o'tish oldida Salaydinga noit ko'p miroslarni qoldirib ketgan. Shuningdan e'tiboran Salaydinmi el orasidagi cho'ng boylarning biri bo'lib qolgan. Salaydinning dadasi uningga mundoq nasihatlarni qoldirgan. Bolam, bu sening jamiyatni putirab turishining asosi. Puling bo'lmasa hech ishni boshqa chiqa olmaysa. Double kill. Lekin dadasi uningga yana mundoq dedi. Bolam,
Gerçi pul mühim bolsa-mı? Mehr muhabbet onundan da mühim. Nurgun narsalarni pul bilan setib olgani bo'lmaydi. Triple kill. Datsining eng mühim bir ig'iz gapi. Datsi. Oy Datsi. Salaydın. Ha bu qitimda dağına söylепti. Aced. Nachar nima ekansa? He, onu deymiz, bunu deymiz. Bir ümit qalmay qapıltıb ketkizib etdin-qo. Şu ben mi uqmadım nemişne xata qilganimni. Sadiq. Sen tunuştuğun qızalı açığı sal yamanmı? Hey, sen şu qızal açıq eman deb ko'ratamsan haqdan günahni. Ne işte tunuşan? Sizning bayoq ifodangda ilg'u u qiz balki har qanday bir bo'ldilar. Sen qara. Bunday qizlar bilan bir yer ko'rishib yurmay, atrofingdan lam mudaram qizil tapa bor. Vay, meni fuqsizlar, sizlardan boshqa do'stlarim bo'lmasa mening. Onun ustiga nadiniz deymi qizlarni? Ne diz deymi? Qız ol tapmaqda oson ish bormi bu dunyoda? Keldi-qo mana, mushunchalik kesh. Bo'ldi qilinglar, bo'ldi. Bu narsalarni men tushunmasam. Meni ham tushunga ozroq ishim bor-da. Men qashtoyman, ha? Uy ketdi, meni og'ash ketdi. Ama. Hey. Salbi, chaqara qaydignami oldiraymi? Xotirjam bilan kundi mangmay bu yo'lda men. Agar oldimizda mashina to'silmayli qolsa 15 minut boramiz. To'xta. Shu mevzuni birdan yig'sang olmamdi. Xotirjam bilan bu yo'lda men Urumchida qaysi yo'l to'silmaydi? Agar oldimizda biror voqea chiqmagan bo'lsa, birdan geçtik. Programımızda davamlaştırmamız hazır mındaq bir uçurunu topşırıp aldık. Yani sağ yol ekvan koy körükünün aslında ma'lum bir turbu yolunun yerilip ketişi sebeplik qurilish ishchilari ya da bir o'rakni ko'lab qo'yibdi. Şoňa şopur dostlarımızdaki hazırca şu yol beleklerini tanlamay başqa yol beleklerini tanlab menishini tavsiya qilamiz. To'xta, shu mevzuni yutib ketaymi? Ya qara. Ma Adiljon bak yaxshi riyosachilik qildi-mu shu. Nima Adiljon? Daniyar ma'vo. Tugdi Adiljon programmasiga. Başlandı mı? Assalomu alaykum hurmatli radio anglag'uchilar. Anglayotganinglar Shinjon xalq radio stansiyasi 174 qatnosh san'at radiosidan bevosita anglayotgan yo'llaringizga biz amra programmasi. Anglag'uchilarimiz hozirdan boshlab bizning programmamizga qatnashsanglar bo'ldi. Qiziq liniyalik telefonlarimiz 0991 250 0330 250 062. Undidar spimizning nomeri bo'lsa XG 1074 FM. Xo'sh, unda bo'lsa anglag'uchilarimizning telefonlarini qabul qilgan bo'lsak, assalomu alaykum. Alaykum assalom. Xo'sh, anglag'uchimiz, qarshilamiz. Ben Daniyar akınız. Daniyar kan qarang. Munda şol, men xatani ketib barmading ha? Sağ yolda. Sağ yolda. Oy bu bir velosiped qarang. O yenimde öte ketib bardi. Yenimde men o'tijim bu. Nima velosiped? Velosiped. Oy bu bo'lmabdi bu. Sağ yolda velosiped mansı bo'lmaydigini uqmamdikna o qarindishimiz. O şu men hayron qoldim. Ya men qarang bu oydisi bir tuzakrak velosiped mamdı deymi? Mendek mında bir gavdan velosiped soldu. Ne? Kota arşiban aydı vattı qarang. Nima? Oy. To'xtang, men oldim ko'tib ketdi. To'xtang, saldirib qilmoqlar. Oy, bu. Hoş qadrli anglag'uchilar, tuvandagi qisqa e'lonlardan keyin programmamizni davomlashtirgan bo'lsak, bo'ladi. Ko'ngilni ko'ngillarga bog'laydi. Shahlo choch doktorida. Ko'rkam chochlarni hozirning o'zida eng yangi xabarni topshirib oldik. Ya'ni sağ yolda 2 velosiped 120 suratda ketib berib deb bayatdan qurilish qilinayotgan shu o'rakka tushib ketibdi. Hozir naq maydon intayin qalaymiqan bo'lib shopur do'stlarniki hozircha shu yerga bormay turishini tavsiya qilamiz.
Bu yo'l xeyli to'silib boqadigan o'xshaydi. Shunga men sizlarga o'zimning xizmatini tanishtirib qo'yay. Men bir milliy korxonaning ishxonasida ishxona xizmat qilaman. Mening xizmatdoshlarim menga bak kuyindi. Kelmasdan qoldi. Ma'qul. 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 Menga rostla bak kuyindi. Mening xizmat besimim boshqalarnikidan xeyli yuqori. Hey, men tunishtirmamsa? Yo'q. To'xta. Ansam sen yana qiz bilan kurashga chiqdi deydi-ku. Qanday oldi? Ay, qanday bo'ldi shu, yana o'xshash burunqisi. Mening aniq do'stlarim bo'lmamda. Ha. Nima yo'y odamda bir narsadan qiz bilan tanishtirib qo'yim deb menga. Voy, yaxshi amol deb turibdi-ku. Hay, sen mi ushta deysan-ku? Men yo'q uqmasam bu yo'y degan narsani. Ah, nima deyganlar bu? Mana-ku, bir obdan qiz olib chiqdi. Ha, bo'ldi. Hey, sen bu yerda o'ynamay. Xo'jayin dedi, bugungi bir narsalarni yozib bo'lmasanglar, kecha ishlaysiz deydi juma. Chaqan bo'lsanmi? To'xta. Bilamsan, bugun mening o'g'limning tug'ilgan kuni. Men bir dada turib, balamning tug'ilgan kuniga borolmayapman. Ham uni sovg'ag'idek vaqtim chiqmayapti. Mushuncha kunlarda men kechda uyga qaytsam, balam uxlab bo'lgan. Atgan ish qilmagandimi? Balam tek o'rnidan turmagan. Men bilaman. Men bu xizmatlarni shu balam deb qilyapman. Lekin bir dada balasiga ko'ngil turamasa, bu qanday bo'lgani? Men uni yuzlanmayman. Ko'nglim qilmadash. Bu qog'ozni Ya bo'lmasa sen menga sening ishingni men qilib ketay. Bu pansdek to'y qilmagan to'g'ri. Janubiy qutb cho'nqur dengiz beliqidan ayrilingan Royap Omega 3 mahsulotlari qondagi mayni seriydi va yurak ming sog'lomligi uchun. Royap Omega 3 va kumush o'rik mahsulotlari bizning oldingi tanlashimiz. Ishonch va aqidaning mahsuloti Royap ozuqliq mahsulotlari. Kinodagi bu ayrilish ko'rinishi To'xtining ko'nglidagi nurg'un aslimlarni asıltib qo'ydi. To'xtining birdan-bir muhabbat aslimisi va cho'nqur yaxshi ko'rgan loyiqi uni tashlab yiroqqa ketgan edi. Kechiring To'xti. Men Amerikaga bormasam bo'lmaydigan qoldi. Bilsiz menadek o'qishim bitmagan yana 3 yil vaqtim bor. Men o'z orzuyim uchun, o'z kasbim uchun, o'z g'oyam uchun qaytib o'qimasam bo'lmaydi. Şuna bence münasebetimiz müşahede ahir basıqlandaki. Münasiki deməkçi oğallarımın hamısı müşahedinin işçide. Ben ketgəndəki yaxşı oxusanız, bəlkə məni doğru düşünüb qılışanız mümkün. Özünüz nasıl?
xat bu. Suyumlik Toxtay. Bilməm, mənim bu tanışım sizə nisbətən nəydim adılsızlıq buldu. Lakin mən doğru düşüncəm unutmam. Hey, xapımsız hətnə gəlin özünüz oqalalam. Sizmədik oy verib müftəxlərimi yığışdırdım. Nə xoşa? Yo'q. Voy, ukam. Mangmabsizg'a? Ha. Tek xizmatlar tugamagan, azroq yozgan narsa bor, yozib yutib mangay deb. Ukam. Xizmat degan cho'qarang. O'lganda tugaydi. O'zingizni asrang, ha? Baldiroq qayting. Ma'qul. Kalımı. Çabuk sen de. Ha, çabuk. Hak işletmedim diye ne? Voy, sen ne tugishib ketding? Ne bo'pti ekan? İlham yok. Ahlet. Kim ilham degan? Qilmayman. İlham yok. Men samsaq ish kelgandim rosa. Bringing the dead to life. Or in a living human, it can cause uncontrolled mutation. Or it can help her walk again. The virus keeps in check. Angie's infected? Yes. Cellular growth is enough to to cause further mutation. Assalomu alaykum opa. Ha, yaxshi, o'zingchi. Ha, ko'rishdim. O qizim yaxshi ko'rdi, men yaxshi ko'rdim o qizlarni. Ha, bo'ldi-ku, yaxshi, yomon emas, ha. Xotirjam. Opa, kundalik telefon qilsangmish bir gaplarni qilamsa, men uqmaysan nimda ansirayotganingni. Xotirjam bo'l. Ma'qul opa. Voy, nimda ishonmaysan men? Voy, rostmi, hozirmi billa? Opa, biz hozir kino qandiq, kino ko'rayotgan. Shu qiz bilan birga kino qandiq. İhtiyarını içip yeni bir bodulkaga erişin. Opa, men bek odamchiq baqa qilib daxl qilib qo'ydim, ha, xo'sh. Men keyin uray, ha, xo'sh. Keyingi qismdagi ko'rinishlar. To'xta ya. To'xta. To'xta qilma. Qachon to'xtaydi? To'xta. To'xtamaydi. To'xtamabdi. Action. Ben gün ötürü ters götürmedik.
Anarxist 3 qism chiqib datqanda shu yakasam buloq şeydi. Assalomu alaykum. To'qma to'xtay filmini ko'rayotgan barcha do'stlar yaxshimisizlar? Sizlardan biz mukofot faoliyat ilib bormoqchi. Siz filmni Do'stlar chemberga yo'llab, 100 yurak erishganki 12-sida bizning to'qma to'xtay salonimizga yo'llab, bizniki mukofot faoliyatimizga erishalaysiz. Oldingi 3 do'st bizniki shaxmat sherikimiz alohida tanlagan chas azrash mahsulotlari. Shundaqla ham ro'yab sherikiniki oqsil to'liqlash, kalsiy to'liqlash qatorliq mahsulotlarga erishalaysiz. Albatta, bu faoliyatni biz o'sha yerda bir ilib boramiz. Oldingi 3 do'st bizniki bu mukofotlarimizga erishalaydi. Rahmat sizga. Reach me soon. Mama, get about that kitty.